Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana shu uyda yashovchi Muzaka degan bir akamiz borda, hozir familiyasi yodimdan ketdi. Ismidan chiqyapti, topolmayapman. Meni chaqirib yopti-da. Bahordan beri menga telefon qiladi-da. Men o'zim ham shu qishloqda yashayman. Men nomardam uyiga chaqirasizlar bir kelib ket deydi, borganim yo'q. Lekin shu akamiz 2-guruh nogironimi, 3-guruh nogironimi shundayda. 2tami, 3tami bolasi bor. Bitta bolasi maktabga qatnaydi. Umidjon degan bola 5-sinfi, 6-sinfi shunday. Mana uyi. Bitta xora eshagi bor shu kishini. Aniq bilaman men ana. Endi gruppa-sirpa olammi yo'qmi bilmayman. Lekin tayog'ini suyanib 2 ko'rdimmi, 5 ko'rdimmi, mahallaga borib o'tiribdi, tayog'ini suyanib tiqillatib. Nimadir so'rab boryapti demak mahallaga. Mana shu uyda yashaydi. 5-sinf, 6-sinf o'g'li maktabda o'qiydi-da. Endi tasavvur qiling. Qishlog'imiz uzoqligini qarang. Mana qishloq. 7-8 kilometr bor-da. Mana. Endi maktabni tasavvur qiling. 5-sinf bola maktabga qatnashini. Mana shu uydan shu bola aynan mana shu yerda o'zim qo'yib olib yuraman. Qirdan oshatdagi shu qulchonga boradi. Qulchon biz qulchon deymiz. Yuqori ishim deb bilsa kerak, necha maktab bilmayman. Ana shunga o'tib ketadi maktabga mana. Mana shu qishloqqa boradi. Endi bu ham bo'lsa kerak bir 5-6 kilometr. Ya ko'pmikan ya. Mana qishloq uzoqligi tushunasizlarmi? Mana shu yerda yo'li bor-da o'zini ham. Agarda palak ekkan palagim bo'lmagan sug'urib. Mana shu yo'l. Shu yo'ldan aylanib, mana qirda orqasidan konchilar yo'l qilgan, o'tib ketsa bo'lar. Mana shu yo'l mana. Yo'li yaxshiroq, chunki konchilar surib bir nima qilib tekislab turadi-da. Shunga qandaydi-da. Shunga agar mana hokimiyatdalar, o'zimiz Chiroqchi tuman hokimi shu akaga bitta yordam qilsa yaxshi bo'ladi-da. O'g'liga yetmaganda bitta skutermi? Mana shu yo'llardan boradi maktabga. Mana shu yo'ldan. O'g'liga bitta yordam qilsak bo'laydi lekin.